Joriy yilning 15-may kuni Prezidentimiz rahbarligida maktab ta'lim tizimidagi islohotlarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda ta'lim jarayonlariga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish, yoshlar tarbiyasi va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid ustuvor vazifalar belgilab berildi. Mazkur yig'ilishda davlat rahbari tomonidan Dolzarb 90 kunlik nomli respublika miqyosidagi dasturga start berildi. Ushbu tashabbus yoshlarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy faolligini oshirish hamda ma'naviy ma'rifiy saviyasini yuksaltirishga xizmat qiladi. Muborak tumanida ham dastur ijrosini ta'minlash borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Tumandagi barcha umumta'lim maktablarida yozgi ta'til davrida o'quvchilarning bo'sh vaqtini samarali o'tkazish uchun turli to'garaklar, madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Ayniqsa 30-sonli umumta'lim maktabida Dolzarb 90 kunlik dasturi namunaviy tarzda yuqori saviyada yo'lga qo'yildi. Ochilish tadbirida tuman hokimligi va ta'lim sohasidagi mutasaddi rahbarlar ishtirok etib, o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar va olib borilayotgan ishlarni ijobiy baholadilar. Hozirgi kunda maktablarimizda yozgi ta'til boshlandi. Shu munosabat bilan 2025-yil 15-may kuni muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida juda katta ta'limdagi islohotlar to'g'risida, sifat o'zlashtirishlar to'g'risida juda katta video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Mana shu yig'ilishda biz ta'lim xodimlariga bitta dolzarb vazifasi yuklatildi. Bu yoshlarimizni yozgi ta'til vaqtida bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida mana shu Dolzarb 90 kunlik tashkil qilindi. Bugun mana shu Dolzarb 90 kunlikka start berildi. Bizda ham Muborak tumanidagi 35 ta maktab, 19 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda Dolzarb 90 kunlik boshlandi va barcha maktablarimizda ochilish marosimlari o'tkazildi. Bugun mana shu Muborak tumanidagi 30-sonli umumiy ta'lim maktabida ham o'tkazildi. Dolzarb 90 kunlikni betalofat o'tkazishimiz, yoshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilishimiz, barcha to'garaklar ishlashligini ta'minlashga harakat qilyapmiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p maktablarimizda to'garaklar ishlayapti. Barcha maktablarimiz mana shu masalada o'zlarining chora-tadbirlarini belgilab olgan. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan shaxsan Prezidentimizning rahnamoligida ta'lim sohasida juda ko'plab islohotlar amalga oshirilyapti. Bu albatta mana shu yangi O'zbekistonda ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, uni sifat ko'rsatishga chiqarish, sifat darajasini oshirish bo'yicha qilinadigan ishlar bular hammasi. Biz albatta mana shu muhtaram Prezidentimizning ishonchini oqlaymiz. Muborak tumani yoshlari ham yaxshi ko'rsatishlarni ko'rsatamiz degan umiddaman.
Yig'ilish chog'ida yozgi ta'til davomida amalga oshirilayotgan ishlar rejasi, to'garaklar faoliyati, ma'naviy ma'rifiy yo'nalishlardagi loyihalar belgilab olindi. Shuningdek, o'qituvchilar o'rtasida dastur yuzasidan ochiq fikr almashuvlar o'tkazildi. Pedagoglar bunday tashabbuslar nafaqat o'quvchilarning intellektual rivojiga, balki ta'lim sifatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlab o'tdilar. Yaqindagina mana 2025-yilning o'sha 15-may kuni hurmatli yurtboshimiz tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida o'sha ta'lim sifatini, samaradorligini oshirish bo'yicha dolzarb masalalar, vazifalar aytib o'tildi. Shu bilan birga mana shu yozgi ta'til davomida o'quvchilarimizni fan to'garaklari, sport to'garaklari, san'at va musiqa to'garaklariga jalb qilgan holda hurmatli yurtboshimizni ishonchlarini oqlaymiz albatta. Ushbu dastur yoshlarimizning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi. Muborak tumanida boshlangan ishlar esa bu yo'ldagi muhim qadam bo'ldi. Tashkil etilgan tadbir va loyihalar o'quvchilarning salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Kelgusida ham bu kabi tashabbuslarning izchil davom etishi ta'lim sifatining yuksalishiga zamin yaratadi.